Barselona Osasuna o'rtasidagi o'yin noma'lum muddatga qoldirildi. Do'stlar, Barselona futbol klubi rasmiy bayonot bilan chiqdi, ya'ni o'yin boshlanishiga 40 daqiqalar qolgan chamasi klub bosh doktori, ya'ni shifokori Carlos Minyarro Barselona joylashgan, o'yindan oldin joylashgan mehmonxonada vafot etgani sababli o'yinga yetib kelmagan. Ular uni qidirishgan, qayerda ekanligini aniqlashga harakat qilishgan va ularga u o'zining xonasida vafot etgani va jonsiz holatda topilgani haqida xabar berilgan. Va bu o'yin qachon o'ynalishi haqida do'stlar, Ispaniya futbol federatsiyasi, La Liga, Barselona hamda Osasuna klublari o'zaro kelishib, taqvimdan bir kunni ajratib o'ynash haqida xabar berilmoqda. Barselona futbol klubi futbolchilari bu xabarni juda ham o'zlariga og'ir qabul qilishgan. Ko'rishingiz mumkin, aynan doktor Minyaro juda ham ko'p futbolchilar bilan muloqotda bo'lgan, ularni davolagan va bugun mana shunday xabar ketidan o'yin ham qoldirildi. Yanada rasmiy ma'lumotlarni kutib sizga ulashishga harakat qilamiz. Vamos.